Jigarim, ko'zlaringizga o'zim zireniz bo'lay, jonim aka. Nega qara uka, oshni paxta qo'ymay qo'y. Bar 500 dollardan bir tiyin kami yo'q. Aka kami yo'qmi? Yo'q. Bo'pti, mayli. Ha endi changda maskachilar davri kelib oshishavermayaptimi? Endi bu yerga paypaq tutib yuramizmi? Voy pulo. Sizlarni ham yugurib topolmaydigan bo'lib ketdi aka. Hech qas usiriqchida sira bitta sizda bor ekan, nech bor? 2000 dollar. Nima? 2000 dollar yo'g'ona chekizda 2000 dollar deb 3000 so'mdan aytganda aytyapsiz, jon aka. Buncha qimmat buningiz. Buni tutatib qo'yasan. Hozir bu chang, grip bor, hech bola bo'lmaysa, sog'lom yuraverasan. Ha, xo'p aka, 3000 so'mning, 4000 so'mning 2000 dollar ham deysiz, buncha qimmat aka. Ko'rmayapsanmi, qurilish boshlab qo'yganman. Osiyol bo'lsa vaqtim olma. Bor siyg'ani. Bilsan, ash paytdachi zakanga qovga ekib qo'ysam bo'lar ekan. Mollar berib beribman. Mol. Nima chaqirding? Biznesni yomonni boshladim. Qo'limdagi nima? Chang yutgich. Nima tortadi? Chang tortadi. Hozir havo chang. Qimmatdan sotamiz. 4000 dollarga, 5000 dollarga boyib ketamiz. 10000 dollardan sotib senga mashina olib beraman. Menga qara, mashina qilma, o'ncha mashina ham olamaysan, tushundingmi? Va chang 3-4 kunda ketadi. Vahima qilma, bor, urib yuboraman. To'g'ri yo'qol. Lapatga. Nech pul? 2000. 10.000 dollar berib, qaytarsa qaytar, qaytarmasa puldan muammo yo'q o'ziga. Aka, odamlar bir-biriga 100 dollar pul bermaydi. Bu aka 10.000 dollar deb yuboryaptimi? Aka endi tanimaysam, elingan generator rahbari ular. Xitoydan har kuni generator olib kelib tarqatadi. Pul simidan 1-2000 dollar bilinmaydi akaga. Yo'q, aka menda ham biznes plan bor. Nima? Limon bilan chisnoy sotaman aka, chang havoda zo'r ketadi, pul tayda qolib ketaman. Olchi g'aladon, sen kalta aytaydi qolib ketasan. Siyg'anlar yoqa. Birga. Alish. Uyda bo'sh baklashlar bormi? Nima qilasan? Biznes qilmoqchiman. Zomindan toza havo olib kelib sotaman. Menga qara tilla qo'ng'iz. Mana chang 3 kunda ketadi. Vahima qilib yuborma-ja. Mashina orqasidan pul ishlayman dema, tushundingmi? 3 kun vaqtim bor ekan, uylik qolay deyapti. Bor men sen hozir 3 kun uraman. Ket nariyoqqa. Bitta chang olib bo'lsa, pul qilib olsang bo'ldi.